Assalomu alaykum. Tash Fasad kanalining obunachilari, aziz yurtdoshlar. Tash Fasadning jigitlari mana bugun siz bilgan kolxoz Eshbek Sattorda, xudo xolasa. Bugun Hoji akamiz uyini polni topshirishga kelganmiz. Obyektlarimizni zavasta qilishga. Buni bugun jigitlar o'zlari toshlarni sonovka qilgandan keyin bir cho'nqon holatlarini bir yuvib tozalab beryapti. Keyin uyda xudo xolasa laksi bilmagan holatlari olib o'zlaringiz bir baho berasizlar uyda qanday chiqqaniga. Va shu videoni balanddan Tash Fasad yozib qo'yibmiz, ingliz tilida kattalab. YouTube'ga yozasizlar, o'zimizning ofitsial kanallarimiz bor. Kirib bittadan like bosasizlar, aziz yurtdoshlar. Biz sizlarga bundan ham chiroyli uylaringizni xudo xolasa fasad urib, chiroyli qilib, juda chiroyli ko'rkamda qilib beraveramiz xudo xolasa. Sizlardan faqat bittadan like padrishka, bizdan esa shunday chiroyli xizmat qilish xizmati. Kimlargadir shunday chiroyli fasadli plitalar, burchotka, bardyor va ko'pdan ko'p mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol Tash Fasad yana bizga murojaat qilasizlar. Butun Tojikiston bo'yicha xudo xolasa xizmat qilamiz. Yigitlarning ishlariga bir baho berib turib, balandlarga ham ishlagan yigitlar bitta like ni bosib qo'yasizlar xudo xolasa va Tash Fasad kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar, aziz yurtdoshlar. Buni hozir hamma tarafini to'liq sizlarga syomka qilib o'taman. Mana yigitlar kortej bilan yuvib ketyapti bugun. Chang-pang boshqa holatlarni hammasini. Bu fasad qo'rqmasdan yuvsa yuviladigan fasad. Biron bir suvdan, nimadan qo'rqmaydi. Svitlariga, boshqa narsalarga 20 yillab garantiya beramiz. Xudo xolasa 20 yilgacha sifatini yo'qotmaydi. Fasadlar esa eng zo'ri deb qo'rqmasdan aytaversak bo'ladi. Buni yuvilgandan keyin shunday bir chiroyli toza holatga kiradi. Lag o'rtalaringiz bundan ham bir chiroyli blestyashov, juda cho'tka bo'lib turadi xudo xolasa. Atkoslari ham hammasi yevropiy stillarda qilingan atkoslari ham. O'zlaringiz bir ko'rib baho berasizlar. Bizda bu toshlardan juda ko'p xillari bor. Kimlargadir qiziqsa, nomerda videochikasiga yozib ketamiz xudo xolasa. O'zlaringiz kirib, shu nomerda WhatsApp, Telegram hamma sotsial saytlar bor, bemalol kirib zakaz qilishlaringiz mumkin. Buni uyda hozir tutgan holati va oldinlarni ham syomka qilamiz. Regal qo'ygan joylari bor edi o'tgan marta kelganda. Shu regallarni ham syomka qilib hozir sizlarga bemalol ko'rsatamiz. Xo'p. Mana aziz yurtdoshlar, o'zlaringiz baho berasizlar. Mana shunday regal qo'yilgan joyga ham daji chiroyli qilib turib yigitlar. Ko'p toshlarimizni terib ketdi. Hozir bular yuvilib, tozalab chiroyli bo'ladi xudo xolasa.